Assalomu alaykum qadrdonlarim. 5 qirralik uchburchagimizdan hozir biza blok tayyorlaymiz. Mana gilamga blok tayyorlaymiz. Buni tayyorlash uchun mana 5 qirralikni olib oldik. Matoyimizni 5 qirra qilib kesib oldik buni. Endi buni yoniga qirqib olgan bo'lakchalarimizdan ulab olamiz. Mana shunday qilib yoniga ulab chiqamiz. Birisini bu yoqqa ulaymiz. Mana yana qolganini bu yoqqa ulaymiz. Mana shunaqa qilib ulab chiqamiz chekkalarini hammasini. 5 yoq tomonini ulab chiqamiz. Mana qadrdonlarim, mana ulab oldik 5 tomoniga chiroyli qilib. Mana endi lineyka bilan mana bunday qilib to'g'ri chizuvni chizib oldik. Mana tekis joyi bilan barabar qilib 5 tomonini. Ana endi yana bunga poloska boshqa materialimizdan ulaymiz. Bu masalan qora material. Mana endi buni ham xuddi shunaqa qilib bu yoniga ulaymiz. Mana 5 tomoniga hamma yog'iga ulab chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib mana shunaqa qilib ulab chiqamiz buni ham. Mana bu poloskani ham tikib oldik. Mana chekkasiga endi yana bir qatoriga yana poloskalarimizni olib tikamiz. Mana xuddi shunaqa qilib mana shu blokni tayyorlaymiz, tayyor qilamiz, to'ldiramiz. 24 ga 24 blokimiz. Mana shunaqa qilib yoniga yana tikib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilibdi to'ldirib chiqamiz endi blokimizni. Mana qadrdonlarim, mana blokimizni shunaqa qilib to'ldirib oldik. Hamma yog'ini mana burchagigacha to'ldi. Ana endi buni mana dazmol qilamiz, chekkalarini qirqib tashlaymiz hammasini. Mana qadrdonlarim, dazmolladik hamma bloklarimizni. Mana 6 ta blok tayyorladik. Mana qirqib oldik chekkalarini tekislab. Mana 6 ta blokimiz tayyor bo'ldi mana. Xohlagan narsa yashash mumkin. Mana qarang mana. Mana ko'ring. Sizni ham qo'lingizdan keladi, harakat qiling. Mana shunda 6 tasini ulasak, mana bitta sholcha bo'ladi yoki gilam bo'ladi. Nima xohlasangiz qilishingiz mumkin. Xohlang so'mka qiling bir-biriga ulab. Sizni ham qo'lingizdan keladi. Mana shunaqa chiroyli bloklar yasash mana. Mana. Harakat qilinglar qizlarjon, mana. Ko'ring, mana bloklarimiz qanaqa chiroyli chiqdi, tekis chiqdi. Mana shu tekislikda tikishni o'rgansanglar, hamma narsa tika olasizlar, hamma narsa chiqadi sizlardan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.